Yoqub yozgan xat. Birinchi bob. Xudoning va Rabbimiz Ayso Masihning xizmatkori bo'lgan, menki Yoqubdan dunyoning nurg'un joylariga tarqalgan Ayso Masihga e'tiqod qiladigan Yahudiylarga salom. Qarindoshlar, har xil sinoqlarga duch kelganda uni zo'r xushallik deb bilinglar. Chunki sizlarga ma'lumki, bundaq sinoqlar orqali e'tiqodinglar sinilib, chidamliq bo'lasizlar. Shunga har qanday sinoqlarga bardoshlik berib, chidamliginglarni yetildiringlar. Shundaq qilsanglar, Xudoning kutgunidek e'tiqodda pishqan, kam kutisiz odamlardan bo'lasizlar. Agar oranglardagi biri aql farosatga muhtoj bo'lsa, hammaga sexiylik bilan beradigan va malol ko'maydigan Xudodan tilisin. Shundala uningga erishidi. Biroq u aql farosat tilaganda Xudodan qilchimu gumonlanmay, to'liq ishonch bilan tilishi kerak. Chunki gumonlangan kishi xuddi dengiz to'lqiniga o'xshash, shamol chiqsila tavrinib ketadi. Bundaq kishi o'zining barliq ishlarida beqaror va turoqsiz keladi. Shunga bundaq odam Xudodan tilagan narsalarga erishiman deb o'ylamasin. Nomrod e'tiqodchilar Xudoning oldida o'zlarining nihoyatda qimmatli ekanligidan xushal bo'lsin. Boy e'tiqodchilar Xudoning o'zlarini kamtar tutqizganligidan xushal bo'lsin. Chunki ular shuni bilsinki, ularning bu dunyodagi hayoti xuddi yova o't cho'plardagi chechaklardek tez oxirlashidi. Kun qizg'anda bu o't cho'plar qurib, uning chechaklari to'zib ketadi-da, go'zalligi yo'qladi. Boy odamlar xuddi shuningga o'xshash o'z halakchiligida yo'qladi. Sinoqlarga sabrchanlik bilan bardoshlik bergan kishi naqadar baxtli ha? Chunki u sinoqdan o'tgandan keyin Xudo o'zini so'yganlarga va'da qilgan mangulik hayot tojiga muyassar bo'ladi. Ozdirilishga duch kelgan odam Xudo meni ozdiryotidi deb o'ylamasin. Chunki Xudo ozdirilmaydi, ham boshqalarni ozdirmaydi. Kimda kim o'z havaslarining kayniga kirsa, u ozidi. Bundaq odamning havaslari uni gunohga boshlaydi. Gunoh uningda o'sib yetilsa, uni mangulik o'limga elib boradi. Shunga qadrli qarindoshlarim, oldinib qolmanglar. Har qanday esil va kam kutisiz iltifot Xudodan keladi. Osmondagi butkul yo'riqliklarni yaratgan Xudo yo'riqlikdan paydo bo'lgan ko'langilardek o'zgarishchan emas. Xudo o'z irodasi bo'yicha bizni haqiqatdan iborat bo'lgan so'zi orqali yangi hayotga erishtirdi. Buning bilan xuddi dastlabki husulning mevasi Xudoga atalganidek, biz e'tiqodchilar butkul insonlar ichida tunji bo'lib Xudoga ataldik. Qadrli qarindoshlarim, shuni esinglarda tutinglarki, har kim anglashda serak bo'lsin. So'zlashga oldirmasin. Oson g'azablanmasin. Chunki g'azablansanglar, Xudoni xursand qiladigan haqqoniy ishlarni qilolmaysizlar. Shuning uchun har xil iflosliklarni va barliq yomon qilmishlarni tashlanglar. Qalbinglarga silingan, sizlarni qutqizalaydigan so'zni kamtarlik bilan o'zlashtiringlar. Xudoning so'zini anglab qo'ysamlar bo'ladi deb o'zinglarni aldamanglar. Aksicha uni ijro qiluvchilardan bo'linglar. Xudoning so'zini anglab qo'yiblar,
uni ijro qilmagan kishi xuddi aynakka qarab yuziga qori surtilganligini ko'rsimu uni surtivatmagan kishiga o'xshaydi. Bundaq kishi aynakdan yiroqlashsila o'z abdini unutib qoladi. Gunoh qilishdan erkin qiladigan mukammal qonunni davomliq astoydillik bilan o'rganguchi anglag'inini unutib qolmay, balki uni ijro qilsa, u hamma ishlarida baxtli qilindi. O'zini Xudoga ixlosman odam deb qaragan, lekin tilini tizginlamagan kishi o'zini o'zi aldaydi. Bundaq ixlosmanlikning qilcha qimmati yo'qdir. Xudo otimizning naziridagi pok va ayibsiz ixlosmanlik bo'lsa, qiyinchilikda qolgan yetim yesir, eri o'lib ketgan tul xotinlarga g'amxo'rlik qilish va o'zimizni dunyoning bulg'ishidan saqlashdir.